14-17 oktyabr kunlari yurtimizda qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. 14 oktyabr ba'zi joylarda shamol tezligi 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Harorat kechalari 5-10 daraja, kunduz kuni 14-16 oktyabr kunlari 22-28 daraja, 17 oktyabrda esa 20-25 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib yog'ingarchilik kutilmaydi. 14 oktyabr ba'zi joylarda esa 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Harorat kechasi 14-16 oktyabrda 10-15 daraja, 16-17 oktyabrda 23-28 darajalik bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo va Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduz kuni 23-28 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'lib, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, 14 oktyabrda 27-28 daraja, 14 oktyabr kunduz kuni 28-32 daraja, 15-17 oktyabr kunlari 25-30 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduz kuni 23-28 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'lib, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin.